Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bundan 21 kun avval shtamm patrugllari payvandini ko'rsatgan edim. Bugun shular rezultatini ham, natijasini ham ko'rsatmoqchiman. Mana bu Crocus Rose, bu tayyor shtamm. Mana bu go'zallikka qarang. Mana olmalar bilan hamohang gullar ham ikkinchi gullashini boshladi. Xudo xolasa. Endi mana shtamm patruglimiz. Qarang, 21 kunda men kelib, endi mana bu payvand qilingan nimalarni olayotgandim. Endi mana bu go'zallikka qarang. Hayron bo'ldim. 21 kun ichida o'sib, kuraylab, gullashga ham ulguryapti. Men birinchi marta natijani ko'rishim. Men buni avval o'yladim. Balkim namatani o'rniga atrgulni o'zini payvand qildim shekilli. Yo'q, bu payvand. Men ko'ryaptimi? Bu Ice for You juda ham hidli. Shuni payvand qilingandi. Mana bular endi ko'pchilik o'ylashi mumkin. Avvalroq qilinganini bizga ko'rsatyapti deb. Mana men bitta bunikini o'sha payvand qilinganda chekatdan vidimi ozgina qolgan. Mana o'shani ko'karib chiqqan. Qolganlarni hozir olib tashlaymiz, olamizda. Mana sellofanlarini, ko'chlarni olib bo'lgandan keyin mana yuqorgi qismini mana bu yerdan kesib tashlaymiz. Hozir men bir qo'ldaman, shuning uchun mana yuqoridagi navbatdagi qismini olib tashlayman. Olganingizdan keyin sellofan tagidagi payvand qilgan ko'rtagingiz zangor bo'lsa, demak u qabul qilgan, ko'kargan. Mana bu ham hammasi xudoga shukr. Mana zangor. Mana busi xudo xolasa ochiladi bugun erta. Ice for You. Qolganlari natijasini ham ko'rsataman hozir. Bu 2 yillik namatak. Bu 2 yillik namatak. Iloji boricha 2 yilligini qilish kerak. 3 yilligida, 4 yilligida po'stog'i qattiq bo'lib, rezultat natija yaxshi chiqmasligi mumkin, lekin qilsa ham bo'laveradi. Mana qolganlari ham natijasi. Mana chiroyli ko'karyapti, siqlab qolishga. Mana bular ham olgan. Bir hafta oldin olgandim.